ota-onalar nima xatolarga yo'l qo'yapti? Ya'ni farzandi miyasi haqida qanday ilmlarga eng kamida ega bo'lsin? Xo'sh, bir nechta asosiy qoidalar bor. Birinchidan, hozir aytganim, til o'rgatishda bitta tilda o'ziga bog'lanib qolmaslik kerak. Imkoni boricha bir nechta tilda gapiradigan odamlar bilan suhbatlashish imkoni berish kerak. Masalan, hozirgi kunda baribir onalar yoki otalarning ko'pi baribir ingliz tilini biladi. Ingliz tilini yuqori tezlikda o'rganish tendensiyasi bo'lganligi hisobiga, menimcha, oilada bitta bo'lsa ham ingliz tilida gapiradigan odam topiladi va o'sha odam, so'raydiganim, faqatgina bitta tilda gapirsin. Chunki bolaga bir nechta tilni aralashtirib gapirish unga til rivojlanishida ozgina qiyinchilik tug'diradi. Xo'p, bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi, erta yoshda bola miyasi haddan tashqari kuchli bo'ladi. Sekundiga 100 millionlab neyronlar bog'lamlari hosil bo'ladi. Neyron bog'lamlari juda ham katta tezlikda hosil bo'ladi va 3 yoshgacha, 3 dan keyin kech degan kitob bor-ku, 3 yoshgacha bola miyasi juda ham aktiv bo'ladi. Lekin 3 yoshdan katta bo'lgan ota-onalar agar ko'rayotgan bo'lsa aytaman, 3 dan keyin kech emas. 3 dan keyin kech, lekin 3 dan keyin kech emas. Ya'ni 3 yoshdan keyin ham 6 yoshgacha, 10 yoshgacha, hattoki 25 yoshgacha umid bor. Lekin maktabga chiqishini kutish juda ham katta qilingan xato bo'ladi. Bolaga ta'lim berishda bolani executive functions deydi, ya'ni ijro funksiyalarini maktabgacha rivojlantirib olingan bo'lishi shart. Buni o'zbeklar meni kuzatuvimga ko'ra yoki xato qilishadi, yoki ilmini bilmagan holda ba'zida to'g'ri ham qilishadi. Xo'p, xato qiladiganlar kimlar? Bolaga zerikishga vaqt qoldirmaslik. Bu qilinadigan ko'p xatolardan bittasi. Ya'ni kunini mashg'ulotlar bilan to'ldirib tashlash. Sport bo'ladimi, til o'rganish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, maktabga chiqayotgan yoki maktabga endi qadam qo'yayotgan bolaning kunini to'ldirib qo'yishadi. Bu erta yoshdagi ta'limning asosiy prinsiplariga qarshi. Bu prinsip nima desak, bu free play, ya'ni erkin o'yin. Erkin o'ynashga berish kerak. Bolani tabiatga iloji boricha o'zini qo'yib yuborish kerak. Bola tabiatdan eng tez o'rganadi. Kitobdan emas, kartochkalardan emas. Va shu bizni qilgan xatolarimizdan bittasi. Biroz sharhlab bering shuni, tabiatdan o'rganishini. Tabiiy fanlar, biologiya, fizika, kimyo va shu kabi fanlar hammasi tabiatda topiladi, bu aniq. Va buni o'rgatish uchun maktabga chiqish 5-sinf bo'lishini kutish shart emas ekanda. Bolani shunchaki o'zini o'ynashga qo'yib berish kerak ekan, o'zi tanlov qilish imkoniyatini berish kerak ekan.